bitta oldingi hayotingizga nazar solib ko'ring. Bu og'riqlar o'tmaydi, men charchadim, Allohim sinovlaring ko'p-ku deb yig'lagan, iltijo qilgan kunlarimiz aslida kam emas, aslida ko'p edi. Lekin hozirgi kunga qarasangiz, siz ancha kuchliroqsiz. Bitta narsani biling, Alloh tomonidan bizga sinov kelsa, bizani sindirish uchun emas, balki bizani yana ham kuchliroq qilish uchun beradi Alloh taolo. Va sevgani uchun hammasida beradi. Sinov kelsa boshingizga shukr qiling, Allohga nazarida ekanman, Alloh meni ko'ryapti, sinov beryapti deb aslida shukr qiling. Qancha Alloh sizga sinov bergan sari Alloh ham bergan sinovingga nazaringdaligimdan aslida shukrman, xursandman desizgina Alloh taolo bundan juda xursand bo'ladi. Nolimay sinov kelsa albatta shukrli bo'ling. Bir narsani biling. O'tib ketmaydi, qiynalaman degan narsangiz ham o'tib ketgan va anchasidan o'zi o'tib bo'ldingiz. Bu yog'iga ham o'tib ketasiz. Lekin siz kuchliroq bo'lib har biridan o'tasiz.